Assalomu alaykum, Osiyo fasadning plitka ishqibozlari. Mana Osiyo fasadning plitkalarimizni sokil qismiga qatirilganini ko'rib o'tishlaring mumkin. Mana sokillarimiz, mana qanaqa chiqishini ko'raverasizlar. Mana betonlardan sho'r chiqadimi, xudo xolasa hammasi rekani orqasida qoladi. Bu tepasi tunikafon bo'ladi. Mana ko'rib o'tishlaring mumkin, juda chiroyli chiqqan. Mana har xil shaklda qilinsa bo'laveradi bu. Sho'r chiqsa ham orqasida qoladi. Shu bilan sho'rdan qutulasizlar. Mana. Juda chiroyli chiqqan mana. 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 Bu joyimiz Riston shaharda bo'lgan. Mana sokolga urishyapti. Maloshni sho'blisdan urilyapti. Shunda reka to'qiladi. Hammasi orqasida qoladi. Reka to'qilgan joyi ko'rsating. Devor tanlamas plitkalarimiz. Kimga bu plitkaga qiziqish bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda dastak qilib beraveramiz. Mana reka to'qilgan, mana rekalari. Mana uyimiz. Bu biznesga qiziqqanlarga qoliplarni ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lishni unutmanglar.